shu ondayoq ketasan. Hech bir istisnosiz bu yerdan daf bo'lasan. Nima? Hammasi tugadimi? Ha, tugadi. Xizmat qilib bo'ldik. Men ham narsalarimni yig'ishtiraymi shunda? 0053 3868 9-oy 23-yil. Voy. Askar! 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 Ha? Soat nechi bo'ldi? Nima? Hakim? Senmisan? Ha, men. O'l qo'rqitib yubording. O'zingmi, Jalol? Odam emas ekansan, kim bunaqa qiladi? Nega unday deysan? Shunchaki hazillashdim. Arvoh deb o'yladim. Atang shunaqa gapirdingmi? Ha. Seni bir sinab ko'ray dedim-da. Bolalar uyda shunaqa o'yin o'ynardik. Kechasi chiqib ketardik-da, bir-birimizni qo'rqitardik. U yerni sog'inyapsanmi? Og'ayni, u yerni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Sizlar ota-onalaringni bag'rida yashab, u yerdagilar nimaga zorligini bilmaysizlar. Nima? Qiynasharmidi? Agar tarbiyachilarni so'rayotgan bo'lsang, yo'q. Ularni Xudo qiynagan. Xudo? Bu nima deganing? Bumi? Bu meni 5 yasharligimda onam o'lgach, meni u yerga tashlab ketgan otam. O'zi ertaga kelaman deb, men esa har kuni ertalabdan bugun dadam keladi deb kutardim. Keyin kechalari ham darvoza tagida tonggacha o'tirib chiqardim. Ko'pincha meni u yerdan uxlab qolganimda topishardi. Agar bilsang, men darvoza tagida turib tunlarni o'tkazib katta bo'lganman. Dadang keldimi keyin? Yo'q. U meni aldab tashlab ketgan ekan. O'takamni yording. O'lib bo'lib qolsam, gunoh senga qolardi. Nimaga o'lasan-ey? Aytgancha, qorong'ulikdan qo'rqasan-a? Ha, hali shuning uchun kechasi uxlamay chiqasanmi, ha? Sen buni qayerdan bilding? Bilaman-da. Otamni yomon ko'rib qolgan bo'lsam ham, kechasi hushyor uxlayman. Mabodo kelib qolsa, qattiq uxlab qolmayin deb. Mana bilding. Faqat buni boshqalarga aytib yurmagan. Men chaqimchi emasman. Lekin sen hali ham go'dak ekansan-ku. Bilgan bo'lsang bo'pti-da. Xo'p, nega qo'rqitding meni? Seni bir sinagim keldi-da. Seni bir sinagim keldi-da. Ko'p qo'rqinchli kino ko'rganmisan? Yana bir lahza javob bermaganingda yuragim yorilib o'lardim. Kamroq qo'rqinchli filmlar ko'rish kerak. Quyon yurak. Yana bu kishim Jaloliddin Manguberdi
nomidagi harbiy akademik litseyda o'qir ekanlar. Ey, Yana ismi ham Jaloliddin. bo'ldi qil. Mayli. Sen tundan qo'rqma. Ichingdagi qo'rqoqdan qo'rq. Bo'pti. Men ketdim joyimga. Ey, shoshma. Ey. Ay, Borishim kerak. shoshmay tur. Ozgina qolgan, ha? Askar! 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 Borga qol, ey. Ey. Ahmoq. O'sha tunda qorong'ulik va hakimning so'zlari meni qayta tarbiyaladi. O'zimga bo'lgan ishonchim ancha oshdi. Bo'ldi dada, Jaloliddinni qaytarib olib kelamiz. U yerda o'qimaydi. Nega birdan bu fikrga kelib qolding? Ha, kecha ko'rgani borgandim. Juda qiynalib ketibdi. O'zi aytdimi qiynalib qoldim deb. Yo'q, oldiga kiritishmadi. Uzoqdan ko'rdim. Bilasiz, u qorong'ulikdan qo'rqadi. Bola, qorong'ida qo'rqadigan bo'lsa tunda sayoq yurmasin. Tushunmadingiz dada? U yerda qanday uxlayapti ekan? Sen yigit bo'lish oson deb o'ylayapsanmi? Sen kasalmand bo'lganing uchun onang seni ayagan. Men endi hech kimni ayab o'tirmayman. Oy Jaloliddin, yo o'sha qilishni olib keladigan darajadagi yigit bo'ladi, yo bo'lmasa o'sha bilim yurtida suyagi qoladi. Tushundingmi? Bor. Seni. Mana shu yer. To'xtat, hozir gaplashamiz. Ukam, qani men bergan omonat? Siz bergan narsani dadam suvga to'kib yuboribdi. Uni ish pul turishini bilasanmi? Yo'q. Men senga ishonib bergandim. Mana senga omonatga shunaqa bo'ladi. Yetarli, ketdik. Muslim, yaxshimisan? Shunaqa bo'ladi. Muslim. Yaxshimisan? Bejab qo'yganni qara. Xo'sh. Obbo. Qani seniki? Kim edi ular? Ha? Nega to'satdan kaltaklab ketishdi? Bilmadim. Bilmading? Ixtiyoring. Unda tinch aholi bilan janjallashdi deb o'zingni aybdor qilib ketishadi. Litseydan ham haydab yuborishadi. Shuni xohlayapsanmi? To'g'risini aytsam, ular menga uyingda tursin deb bir narsa berishganda, Bir narsa? ularnikida xitlab qolishayotgan emish. Keyin dadam uni topib olib, suvga oqizib yubordi. Nima edi u? Yerayin. Men bilmagandim. Keyin ular hozir meni qidirib kelishdi. Bekitib qo'ygan deb o'ylashyapti. Tushunarli. Sen ularni sotmagansan. Ular ozodlikda qolgan. Endi sen o'zingcha qilgan mardligingni jazosini chekyapsan mana. Agar matn yozib ko'rib qolmaganda, hozir sen bilan mana shunaqa gaplashib turmagan bo'lardik. Ichki ishlar xodimlari kutib turishibdi. Agar hammasini aytmoqchi bo'lsang, men bilan yur. Orqamdan yur. Rahmat senga. Rahmatingni pishirib ye. O'zingni ehtiyot qil undan ko'ra. Ism familiyangiz? Siz yozib boring. Sobirov Muslim. Balandroq.
Sobirov Muslim. Nima bo'ldi? Nimaga janjallashdilaring? Bilmadim. Bilmadim. Siz bilan urushganlarni taniysizmi? Yo'q. Nima o'zidan o'zi ko'chadan kelib siz bilan urushib ketdimi? Men ko'chada ishlayotgandim. Xo'sh, Ular kelishdi. Barchasi juda tez sodir bo'ldi. qiziq. O'zidan o'zi tanimasa ham urushib ketishdimi siz bilan? Menga qarang. Rostini aytsangiz, o'zingizga yaxshi. Bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Sudlanasiz. Keyin o'qishdan ham haydalasiz. Shuni bilasizmi o'zi? Menga qarang. Siz kurator bo'lasizmi buni? Xuddi shunday. Unda siz bu yigitdan to'liqroq ma'lumot olib berishingiz kerak. Xo'p bo'ladi. Siz yigitni va ustozini Bor, tashqariga gaplarini chiq. to'liq protokol qilib tekshirib oling. Tushundingiz-a? Yozib oling. Xonzoda, Jaloliddin, sen bu yerda nima qilyapsan? o'zing bu yerda nima qilyapsan? Nima? Yo, sen shu yerda o'qiyapsanmi? Ha, Ko'zlarimga ishonmayapman. ko'rib turganingdek. Ha, nima qilib turibsan bu yerda? Matniyozov, nimaga dars demasdan? Sinfdoshim kelganda. Sinfdoshing? Assalomu alaykum Keldingmi? dada. Va alaykum assalom. Qizim, yaxshimisan? Olib keldingmi? Mana bularga qo'l qo'yib berar ekansiz. Faqat bir haftaga qizim. Boshqa ruxsat yo'q. Xo'p, dada. Mana, Rahmat. qani sinfdoshing? Ha, sizlar sinfdoshmisizlar? Ha. Oldingi maktabimda birga o'qigan edik. Meni ham tushimga kirmagandi buni harbiy bo'lib ketishi. Kecha sinfdoshing bir kursant-kursoshini hayotini saqlab qolgan. Harbiylikning ilk qadami bu. Ha. Xonzodaning menga ishonmayotgani qattiq alam qilardi. Yo'q, men undan xafa emasman. Men o'zimdan xafaman. Demak, u meni shu taassurotda eslab qolgan ekan. Va men shu taassurotga ko'nikishim yoki o'zgartirishim kerak. Ketishga ruxsat. Ruxsat. Bo'pti qizim, ehtiyot bo'l. Xo'p, dada. Mayli, yaxshi ishlang, charchamang. Tez-tez qo'ng'iroq qil. Xo'p. Yaxshi bor qizim. Mayli. Menga qarang. Mening kartamda 47 million so'm pulim bor edi. 2 kun avval uyimni sotib olganlar. Oxirgi qoldiqlarni ham tashlab berishgandi. Kecha do'konga borgan edim. Pullar bor edi. Oradan 15 daqiqa o'tgach esa pullar yo'q. Zapravka uchun to'xtagandim. Kartangizda pul yo'q deyishyapti. Tushunarli. Siz navbatdagisiz. Ye, navbatdagi deganingiz nimasi? Menimcha siz kartadan pul yechib oladigan xakerlarga uchragansiz. Pulim? Axir meni pulim nima bo'ladi? Pulim. Uyingizdagilar bu kartadan ishlatisharmidi? Ha? Kimlar? O'g'lim, ayolim. Lekin keyingi pul tushgandan keyin kartani men ularga bermaganman. O'g'lim deysizmi? O'g'lingiz necha yosh? O'g'lim 17 yosh. U hali maktab o'quvchisi.
Nima? O'g'limdan gumon qilyapsizmi? Yo'q, men holatga oydinlik kiritish maqsadida so'rayapman. Yozing, batafsil hammasini. Bo'pti. Qo'lni to'g'rilaymiz. Jangga. Oyoqlar orqaga ko'taramiz, ko'tarib tashlaymiz. Boshni pastga qaratgan holda orqadan aylanib ko'tariladi. Bunday ishlar Saflan. Tekstur. Mashg'ulotda hamma bormi? Xuddi shunday. Juda yaxshi. Meni diqqat bilan eshitinglar. Sizlarni shuncha taltaytirib yuborganimiz yetadi. Bundan keyin jiddiy shug'ullamasak bo'lmaydi. Oy oxirida qo'mondon kubogi musobaqasi bor. Bu musobaqada sizlardan umidim juda ham katta. Murojaat etishga ruxsat eting, hurmatli mayor. Ruxsat. Sovringa nima tikilgan? Qimmatbaho pul yoki biror narsa bormi? Yoshlarga nima bo'lyapti? Mushtay boshi bilan Xalitdan pul so'raydi. Taka bo'lsa sut bersin deymizda. O'zbekchilikda shunaqa gap bor-ku. Ha, qo'mondon kubogida. Sizlar uchun bir haftalik ta'til, diplom va ko'plab sovrinlar bor. Eng asosiysi, bu musobaqada yaxshi qatnashgan o'quvchilarga guruh sardori bo'lish nasib etadi. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Matniyozov, Men sen dam olish kunlari bemalol uyingga borib kelishing mumkin. Katta jinoiy to'dani qo'lga tushirishda hushyorlik qilganing uchun. Tushunarlimi? xo'p bo'ladi. Xo'p. Endi vaqt yo'qotmasdan hamma mashg'ulotlarga. Qanolg'a yigitlar. Shundaymi Jalol? O'sha paytlar ko'p shunaqa bo'ldi. Eslab qol. Eslab qoldim. Mana bu meniki. Xo'sh. Bu esa meniki. Yopilib qolibdimi? Bolalar, faqat cho'milayotganda poylash bo'lmasin. Xo'p. Mayli, men ketdim. Cho'milaveraman. Bolalar. Hoy. Aytdim, u meniki deb. Meniki emas, buyurganiki. Bolalar. Sardorlikni olaman deb qomtama bo'lmalaring. Tushundilaringmi? Sardorlikni olish uchun birinchi navbatda meni yengish kerak. Tushunarlimi? Saflan, tur. Nima bo'lyapti? Jig'imga tegma Muslim. To'g'risini aytsam, hakim, seni yengish unchalik qiyin emas o'rtoq. Seni nozik tomoning jahling chiqqanda aqling ishlamay qoladi. Hayotda bo'lsa, hamma narsani kuch hal qilmaydi. To'g'ri. Fikringga qo'shilaman. O'zim ham tushunaman. Inson birinchi o'zining kuchli va nozik tomonini bilib olishi kerak. Shunda ishi besh bo'ladi. Murod. Ochi bo'ldi, qancha turish mumkin chiq dedim. Jaloliddin. Bundan keyin nima dars? Ingliz tili darsi adashmasam. Ingliz tili. Vazifani bajargan bo'lsang, berib turarsan, orqa partaga o'tib, shunda ko'chirib olaman. Kecha uxlab qoldim, bajara olmadim. Mana Muslimdan so'ra, bu kechasi bilan dars qilib chiqqan. Ana bu ingliz tili o'qituvchisini yaxshi ko'radi-yu. Muslim, unda sen berib turasan, shunda ko'chirib olaman. Uxlash eslaringdan chiqmaydi, ha? Lekin dars qilish eslaringdan chiqadi. Oxirgi marta ko'chirtiraman. Keyin o'zlaring qilasanlar. Shu vazifalarni bajarmasdan senga pul bersam, o'zing bajarsang, bizga ko'chirib turishga berib tursang, nima deysan? Ya. Aldama. O'tgan safar va'da qilgan pulingni hali bermaysan. Ana mana beraman. Ko'rding-ku, joy chiqib qoldi. Bo'lmasam bergan bo'lardim. Unda bunday qilamiz. Kitoblarni yaxshi ko'rishingni bilaman. Senga har hafta bitta kitob sovg'a qilaman. Nima deysan? Yaxshi fikr. Sen bir narsani unutma. Qara, bu safar aldash bo'lmasin. Men odamlarga kamdan kam ishonaman. Va'damda turaman. Buni o'tgan gal isbot qilganman. Axboroting uchun.
Aha. Ko'rdingmi, aldamadim. To'g'ri. Bergandim. Va'dangning ustidan chiqqaning uchun ham sal qoldi bizlarni hammamiz haydalib ketishimizga. Ko'rdingmi, ataylab qilmadim, shunaqa bo'lib qoldi. Okay, dear students. Matnyozov, what are you writing? Are you worried? Matnyozov, siz uchun ingliz tili darsi qiziqmasmi deyman? Nimalar yozyapsiz? Ey, yo'q, ustoz. Bu bolani kompyuter o'yinlaridan boshi chiqmaydi. Ingliz tilida o'zini ham tanishtira olmasa kerak. My name is Jaloliddin and my surname is Matnyozov. I live in Horizon. I like is Horizon because Horizon is quite oriented world for me. And I like traveling by bicycle because bicycle is sport for me. Understand? Thank you. Okay, students. Now we are talking about traveling. It is necessary to say that it is helps us to imagination, exchange to our worldview, to traveling, especially for foreign countries. Not only the consideration, but also explained by author is very important. And process to improve and develop outlook and wit also. Demak, hurmatli talabalar, bilasiz, sayohat qilish haqida gapirayotgan ekanmiz. Shu narsalar juda ham muhimki, qachonki biz sayohatga chiqsak, O'zbekistonning ichi bo'ylab boshqa bir viloyatga boradigan bo'lsak ham, biz kuzatishimiz mumkin. Shu qadar bir jarayon borki, ya'ni biz bir-birimizga bo'lgan Muslim, what are you thinking about? Muslim, hey. Hey Muslim. Uzr ustoz, xayolim ketdi. Qishloqdagi serimni o'ylab o'tiribdi. Jalol, ingliz tilini qayerdan buncha yaxshi bilasan? Shunchaki chet el bilan onlayn o'ynaganimda, o'sha yerdagi o'yinchi yigitga yengilib qo'yganman. Shu uchun bir ikkita terminlarni o'rganib olganman. Gap yo'q lekin bor-u. Hamma og'zini ochib qoldi. Ustoz ham lol bo'lib qoldi. Mayli, o'ylama, ketdik. Xo'p, yigitlar, biz turgan mashg'ulot zali kompyuterlashtirilgan otish mashq zali. Bunda biz nimani o'rganamiz? Biz o'rganadigan narsa aniq mo'ljalga olish va mo'ljalni aniq yo'q qilish, nishonni to'g'ri olish. Bundan maqsad, bu mashqlarni tashkil etishdan maqsad dala o'quv yig'inlarida, dala o'quv mashqlarida o'q sarfini kamaytirish. Ya'ni sizlar hozir bu yoqda o'rganasiz, qanaqa qilib otishni, mo'ljalga olishni o'rganasizlar. U yoqqa borgandan keyin bitta o'qni bitta mo'ljalga aniq urib berasiz. Sizlarga bu boshlang'ich, ya'ni tayyorgarlik. Dastlabki tayyorgarlik bo'ladi sizlar uchun. Puxta o'zlashtirsangiz, siz o'zi otishga tayyor, mo'ljalga qanday qilib olishni, qayerni olishni, nima qilishni hammasini bilasiz va borasiz. O'nni urib kelasiz. Bo'ldi, boshqa muammosi yo'q. Nishonga qarab o't och. Harbiy ishlar yigit kishini haqiqiy erkakka aylantiradi. Sabrli, matonatli bo'lishga o'rgatadi. Bu gaplarni men kompyuterxonada umuman o'ylab ko'rmaganman. Muvaffaqiyatga erishish ancha qiyin ekan. Hakam. Uxlamayapsan-a? To'g'ri topding.
Hakam? Uxlamayapsanmi? Yo'q. Nima edi? Ha, yo'q, o'zim shunchaki. Uyqum kelmayapti. Otang haqida o'ylayapsanmi? Yo'q. Do'stlarim haqida. Keyin yana Sevgan qizing haqida o'ylayapsanmi? fotoapparatim haqida o'ylayapman. Fotoapparating bormi seni? Ha. Kirishimda sumkamdan chiqib qoldi. Olib qo'yishdi. Ketayotgan paytda berishar ekan. Ichkarida ishlatish mumkin emas ekan-ku. Nizomda shunday yozilganmish. Men qara. Ana bu rasmlaring bo'lsa, ko'rsat. Ha, bor. Kel. Mana bu Sumbul opa. Bolalar uyidagi tarbiyachimiz. Juda ham mehribon ayol. Hammamizni ko'nglimizga qarardilar. Bizlar bu kishini ona deb atardik. Bu esa Javohir. O'zicha opera aytib yuradi. Bu yerda ham opera aytyapti. Bu Oltoy bobo. Bolalar uy yaqinidagi mahallada yashaydilar. Bizga tez-tez qurt olib kelib turardilar. Mana bu kim? Ha, bu Aktam amaki. Buxgalter. Ana bu qo'lidagi katta cho'tini ko'ryapsanmi? Hisoblab yurardilar. Kalkulyatorga umuman ishonmaydilar. Ko'zoynagini qara. Shishalari katta, rangi ham jigarrang. Ko'ryapsanmi? Shunaqa tanishim bo'lardi meni. Temur, ismi Temur edi. G'irt multfilm. Yo'q, o'xshatding o'zi ham. Ey, qara. sen ikkalavoy uxlaysanlarmi yo'qmi? Kechasi ham tinchlik yo'q-a. Hep bor-ey. Ertaga erta turishimiz kerak, uxlanglar. O'zing uxla. Fotoapparating yaxshi ekan, yaxshi rasmga olar ekan. Uni qanday bo'lmasin olish kerak. Men ham rasmga tushgan bo'lardim shunda. Keyin bobomga jo'natardim. Ertaga mayor Zokirovdan yana bir marta iltimos qilib ko'raman. Ha, aytganchi. Ertaga darsdan keyin nima qilasan? Uyga boraman. Yakshanbani uyimdagilar bilan o'tkazaman. Shu uyga boradiganlarga havasim keladi. Men ham bir umr orzu qilganman. Uyimga borishni. Menga qara. Agar xohlasang, yur men bilan. Qandoq bo'larkin? Zo'r bo'ladi. Uyimdagilarni ko'rasan, bobom bilan tanishtiraman. Borasanmi? Senga xalaqit bermaymanmi? Nega xalaqit berasan, qiziqmisan? Bog'ni ko'rsataman, rasmlarimni ko'rsataman, xonamni ko'rsataman. Maza qilamiz, yur. Mayli. Jalol, aniq boramizmi? Ha, boramiz.
Jaloliddin o'g'lim, voy yaxshi keldingmi bolam? Oy, yaxshimisiz? Bolajonim, o'zim o'rgilay sendan. Yaxshi keldingmi bolam? Ha, yaxshi. Voy, Ha, tanishing, bu kursdoshim Hakim. voy, o'g'limning o'rtog'i. Yaxshi keldingizmi aylanib? Bu yoqqa kiraylik. Xonzoda, eshityapsanmi meni? Ha, hozir 1 daqiqa. Mana bey, hech ham ozib ketgan emassan. Aksincha mushaklaring chiqib, yigit bo'lib qopsan. Qana yigit? Qani endi kechi? 5-mikrorayondagi Siroj akang bor-ku. O'shanga olib borib berasan, tushundingmi? Bor. Olib, men seni urishing. Olib keldingmi? Tushunyapsanmi? Ketmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Men O'zingga ketishim borsang-chi. kerak. Qayoqqa borasan? Tinchlan, bo'ldi. Hozir maslahat qilamiz. Ketmasam bo'lmaydi. Kelsa-chi. Idish tovoqlarni tashishda yordam berdi. Keyin yuvshaman dedi. Men zo'rg'a o'rtog'ining yoniga kiritib yubordim. Ancha o'zgargan bola. Xuddi katta yigitlarga o'xshagan.